O'zbekistonda nogironligi borlarni ishga qabul qiladiganlarga 1-iyundan subsidiya ajratiladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilib, tadbirkorlikka 2025-yil 1-iyundan 50 million so'mgacha subsidiya ajratiladi. Bu haqda Prezident farmonida belgilandi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident farmoni bilan asosiy maqsadlar etib quyidagilar belgilandi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning samarali faoliyati ko'rsatishi uchun maxsus xizmatlar tizimini joriy etish, nogironligi bo'lgan yoshlarni zamonaviy kasblarga o'qitish, ularning mehnat bozoriga kirishi uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish, 2025-yil yakuniga qadar 80 ming nafar nogironligi bo'lgan shaxslarning barqaror bandligi va munosib daromad topishini ta'minlash. Hujjatga ko'ra, 2025-yil 1-iyundan boshlab 1 va 2 guruh nogironi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilgan tadbirkor subyektlarga 50 million so'mgacha subsidiya ajratiladi. Subsidiya surdotarjimon, psixolog va hamkorlik xizmatini tashkil qilish xarajatlarini qoplash uchun ajratiladi. Shu sanadan boshlab ijtimoiy shaxslarga hamkorlik xizmatini o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ko'rsatishga ruxsat beriladi. Shuningdek, yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimida mehnatga layoqatli nogironlik bo'lgan shaxslarning elektron reyestri yuritiladi. Ish beruvchiga nogironligi bo'lgan har bir shaxsni ishga qabul qilganligi uchun 6 oy davomida ishlagan har bir oyligi uchun BXMning 1,5 baravar miqdorida subsidiya hamda beriladi. Bu hukumatning nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ko'maklashishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilangan. O'zbekistondagi barcha aeroport, vokzal, ijtimoiy himoyani cheklaganlar uchun sharoitlar yaratiladi. Nogironlik bo'lgan bolalarga ijtimoiy himoya va yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident qarori bilan nogironlik bo'lgan bolalar uchun kunduzgi parvarish xizmati yo'lga qo'yiladi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.